Assalomu alaykum azizlar. Biz bugun chia o'simligining 7 ta foydali xususiyatlar haqida suhbatlashamiz. Chia bu ko'p yillik o'simlik bo'lib, mevalari bilan qadrlidir. Uning vatani Meksika va Gvatemala hisoblanadi. Chia hozirgi kunda O'zbekistonning Farg'ona vodiysida va Xomizda o'stiriladi. U tug'andoshlar oilasiga kiradi. Bo'yi 2-8 metrgacha. Mevalari qizil, shirin bo'ladi. Kimyoviy tarkibi: vitaminlar C, A, B1, B2, PP, mikro va makro elementlar, temir, magniy, kaliy, antioksidantlar va omega 3 mavjud. Xalq tabobatida qadimdan uning nafaqat mevasi, bargi, po'stlog'i va urug'idan damlamalar tayyorlab turli kasalliklarni davolashda foydalanganlar. Chia urug'ining foydali xususiyatlari: birinchi, qonni suyultirish, ya'ni qonda tiroq hosil bo'lishining oldini oladi. Shuning uchun infarkt, insult xavfi kamayadi. Ikkinchi, qon tomir tizimini mustahkamlaydi. Kaliyga boy bo'lganligi uchun yurak ritmini barqarorlashtiradi. Qon bosimini tushiradi. Uchinchi, qandli diabetda qand miqdorini me'yorlashtiradi. To'rtinchi, organizmni tozalaydi. Ya'ni antioksidantlarga boy bo'lganligi uchun sababli organizmda zaharli moddalar va shlaklarni chiqarishga yordam beradi. Beshinchi, ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Ich qotishni bartaraf qiladi. Oltinchi, tinchlantiruvchi xususiyatga ega. Nerv tizimini yumshatadi, uyquni tartibga soladi. Yettinchi, temirga boy bo'lganligi uchun anemiyaga qarshi kurashadi. Azizlar, kanalimizga obuna bo'lishni, like bosishni unutmang. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Biz bundan juda mamnun bo'lamiz.